Yalla yalolaman allaman degan joy shu bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim, sog' salomatmisizlar? Asl uy-joy jamoasilarga eng yaxshilarini ilinishga harakat qilib boraveramiz. Do'stlar, sizlarga bitta chiroyli joyda obzor qilib beramiz. Bu joyning egalari asl uy-joy jamoasiga obuna bo'lishgan ekan va sizlarga ham taklif qilaman, kanalga obuna bo'lib, videolarga like tugmasini bosib qo'yishdi. Endi qarang, Farg'ona shahrida o'z ish faoliyatini yangitdan, tubdan o'zgartirib va yangitdan boshlagan Yalla choyxonasini qo'ldan kelganicha obzor qilib beraman. Ko'ring, afsuslanmaysiz. Agar sizga tinch, osuda va eng asosiysi zo'r joyda choyxona zarur bo'ladigan bo'lsa, bemalol do'stlar, ushbu video sizga mos keladi va to'g'ri keladi. Ushbu joy haqida chiroyli qilib obzor qilaman. Ko'ringlar, yoqsa like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Endi bu joy haqida sizga ma'lumotini bersam, bu joyimiz Farg'ona shahrida Qoq kindigida. Shu joy haqida sizlarga ma'lumotini bersam, bu joy Farg'ona shahar shundoqqina stomatologiyani chorrahasida joylashgan. Bu joyda avval do'stlar ishlashgan va hozirgi kunda tubdan o'zgartirilgan. Endi bu joy haqida sizga ma'lumotini bersam, Yalla choyxonasi yangitdan o'z ish faoliyatini boshladi. Bu yerda do'stlar har xil turdagi taomlarni qo'li gul povur akalarimizdan bemalol zakazini berib, buyurtmalarini berib, ushbu joyda maza qilib tanovul qilsangiz bo'ladi. Do'stlar bilan, oila bilan, eng asosiysi kollektiv bilan kelib, ushbu fayzli joyda maza qilib dam olsangiz bo'ladigan joy. Endi do'stlar, sizlarga shart-sharoitlarini ko'rsatib o'tsam, общий umuman do'stlar bu joyda 14 ta xona bor. Xonalarni ham sizga ko'rsataman va 12 ta so'ridan iborat ekan. Keling, bu tomondagi 1-2 ta xonalarda obunachilarimizga ko'rsataylik va xonalarni holatiga bitta e'tibor berib qo'yinglar. Juda ham go'zal va juda ham chiroyli shaklda. Eng asosiysi tozalikka juda ham e'tibor berishar ekan bu joy egalari. Baraka topishsin. Undan tashqari do'stlar, aytib o'tgandek, xohlasangiz xonada, xohlasangiz o'sha so'rilarda mazza qilib salqinda dam olib o'tirsangiz bo'ladi. Mana bu tomondagi xonalarni ham bitta ko'rsating. Hamma xona xuddi shu shaklda bo'ladi. Endi undan tashqari do'stlar, aytib o'tgandek, bu joyda har xil turdagi milliy taomlarga buyurtmalar berib, do'stlar bilan, tanishlar bilan kelib, ushbu joyda mazza qilib, maroqli dam olsangiz bo'ladi. Kelib bemalol davra bilan, do'stlar bilan, tanishlar bilan bir piyola choy ustida mazza qilib maroqli dam olsangiz bo'ladi. Operatorim sizga qo'ldan kelgancha ushbu joyni yoritib berishga harakat qiladi. Ko'ringlarda, bu joy juda ham salqin ekan. To'g'risini aytsam, hozirgi anormal issiqda bu joy sizni joningizga oro kiradi desak ham bo'laveradi. Sababi, mana bu tomonda ham so'rilarimiz bor, bu tomonda ham so'rilarimiz bor. Undan tashqari do'stlar, sizlarga bir narsani ma'lumot o'rnida aytib o'tishni lozim deb topdim. Hozir bilasizlar, jahon chempionati boshlangan. Agar siz do'stlar bilan, tanishlar bilan futbol tomosha qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, ushbu katta monitorda ham do'stlar, o'sha jahon chempionatlarini do'stlaringiz bilan, tanishlaringiz bilan kelib, mazza qilib, o'zingizga yoqqan komandaga, o'sha terma jamoaga balet ham qilsalaring bo'lar ekan. Sababi shunaqangi sharoitlarni ham yaratib qo'yishibdi. Ko'ringlar, agar yoqadigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga buyurtmalarni berib, joylarni shundoqqina bron qilingda va kelib, do'stlaringiz bilan mazza qilib, ushbu joyda dam olsalaring bo'ladi. Manzillarni tashqariga chiqib to'liq tushuntiramiz va sizlar bilan xayrlashamiz. Video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang.